hali ham issiq suv olishda elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanyapsizmi? Unda bu videoni oxirigacha tomosha qiling. Biz esa sizga quyosh kollektorlari yordamida qanday qilib hech qanday xarajatlarsiz issiq suvdan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Akfabuild o'z mijozlariga yassi panelli va bosim ostidagi vakuumli quyosh kollektorlarini taklif qiladi. 100 litrdan 300 litrgacha bo'lgan standart modellarni buyurtma berishingiz yoki katta miqdordagi loyihalarni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Akfabuild quyosh kollektorlarining yana bir afzalligi shundaki, ob-havo sovuq bo'lgan hollarda ham qozon ichidagi issiq suvni 72 soat mobaynida saqlab turish qobiliyatiga ega. Quyosh panellarining selektiv qoplamasi quyosh issiqlik energiyasini o'zida 95% gacha olib qolish imkoniyatiga ega. Agar siz kuniga 300 litr issiq suv sarflaydigan bo'lsangiz, bir kunda 26 kilovat elektr energiya, 13 metr kub tabiiy gaz sarflaysiz. Bu esa bir yilda elektr energiya uchun 4 million 200 ming so'm, tabiiy gaz uchun esa 2 million 950 ming so'm xarajat qilasiz. Quyosh suv isitgichlarini o'rnatish orqali mahsulot xarajatini elektr energiya iqtisodi hisobiga 2 yil 8 oyda qoplash imkoniyati mavjud. Eng asosiysi, Akfabuild quyosh kollektorlariga 3 yillik to'liq kafolat va servis xizmatlari taqdim qilinadi.